Artifact serverida Celestial Soft'da o'ynaymiz deganlar. Hop. Yopib turaylik. Kirishni o'rgataman. Mana Celestialda olasizlar. Mana Celestialda pulli soft 20,000. Hop. Kiramiz. Kirganimizdan keyin mana unisini bosamiz. Exe faylda. Bu joyda birni bosamiz. Keyin enterni bosarsa, keyin OK deb bossa kiradi. Mana kirdi. Hop, mollarni yopib olmanglar, ketib qoladi. Hop. Qo'yamiz. Keyin nastroykasini o'zimizga moslab to'g'rilaymiz. Hop. Keyin kontrollar böyle. Keyin mana bo'ldi. Keyin mana account manager bor, o'shanga bosamiz. Bosganimizdan keyin add account bu joyga o'zimizni nickimizni yozamiz. Masalan men Minecraft bo'ldi. Add account bosamiz, keyin ketib qolmaymiz. Masalan ustiga bosib loginni bosamiz, keyin mana accountimiz tanlanadi. Keyin chiqib turib multiplayerga kirib artifact serverni IP'larini yozamiz. articlecraft.uz. Keyin bu narsani chiqib kirganinglardan keyin yo'qoladi. Yo'qolib ketadi. O'sha serverlar mana qilib qo'yasizlarmi, qanday qilib qo'ysanglar ham yo'qolib ketib qoladi. Kiramiz. Mana kira oldik. Ko'rasizlar. Keyin V'ni bossam ko'rasizlar. Men shiftni bosib turib kirib yoqmayapman. Shu narsani qilishni ham o'rgatib qo'yaman. Masalan, attack aura. O'shanga bosib, mana bu yerdagi joyga bosasizlar, keyin bu yerdan o'zingizlar kerakli harfga qo'yib qo'yasizlar. Men B'ga qo'yib qo'ydim. Hop, chiqamiz. Keyin bunda bitta narsa bor. Bitta 5 bosamiz. Ko'rasizlar. O'shaqa zo'r narsalar bor. Bu narsa speedni men numpaddagi 5 ga qo'yib qo'yganman. O'zimga moslab. Hop. Endi kiramiz. Anarxiya 1ga. Size uchetlarim qanday? Akakim orada o'lib qoluvdim. Hop, mana kirib oldik. Hozir biz PP qilamiz. To'g'risini aytsam, PP'da uncha yaxshi emasman. O'lib qolishim mumkin hozir. Softdan yordam bermay qolishi ham mumkin. Endi o'zimga bog'liq. Ko'rasizlar. Birpasda o'lib qoldim. Yana botligim uchun mayli. Ovqatam yo'q edi. Mayli. Bilet tomog'im og'riyapti. Hop. Endi nima qilamiz? Faqat shuman deysizlarmi? Yo'q. Emas. Menimcha bu emas. Valb.
Mayga borib olaylik. Orqadagi movi flagni yo'qotishni bilmadim. Böyle tamam. Kerakli narsalar yasab olamiz. Craftlar chiqmayapti nimagadir endi. Bizga bitta yana bitta soft bor ekan. Lobby modmi shunaqa degan. Shuni ham zo'r qilamiz. Bilet bo'lib qoldi. Hop. Mayli. Like bosib qo'yaylik. Laytlar. Pepe deb yozamiz. Oui. Miski og'ir. Halat og'ir. BTS og'ir. Qanaqadir. Bo'lmayapti. Muanchi degani menimcha soft. Taxmin. Billah. Peachni o'ldirish kerak. Qani? Mana. Bu bilay, ana uni softligini. Mayli. Biz ham hayoti bo'lyapti. Nimagadir. Juda yaxshi emasmi bu soft? Juda titib ko'raychi. Nimalar bor ekan. Auto golden apple, attack golden. Zaten yok böyle doğru. Derlet hütte esfi gel böyle. Xo'p jigarlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p. Orada video o'chib qoluvdigan. O'zi hech narsa bo'lmayapti. Shunchaki men serverdan o'tvoruvdi. Kirmayapti haliyam. Menimcha vibe bo'lishi ham mumkin. Anarxiya 1. Xo'p jigarlar. Vibe bo'lsa o'shani qilamiz. Vibe bo'lganidan foydalanib soft hammani o'ldirib chiqamiz. Z3 setlarda vibe'dan keyingi Z3 set normalida. Shuning uchun
Deganlar like bosib qo'yinglar videoga. Yaxshi kerakli joylari paytida bo'lmabdi. Bir yana like va bulardan men ham vibe'dan qilib video olaman. Xo'p deganlar, xayr.